Bilasanmi, hayot biz o'ylaganchalik oson emas. To'g'ri ish qilish, adashmaslik qanchalik qiyinligini bilasanmi? Qimmatli nimagadir erishish uchun biror narsadan voz kechishing zarur. Ko'zinglarni yuminglar. Hamma misol sizlar ham ko'zinglarni yuminglar, tasavvur qilinglar. 10 yildan keyin o'zingizni qanaqa tasavvur qilib ko'ryapsiz? 10 yil bor o'rtada. Siz ko'rgan, siz xohlayotgan kelajak bo'lmadi deb tasavvur qiling. Hamma ishlaringiz orqaga ketdi, bankrot bo'ldingiz. Siz xohlagan hayotda emassiz, siz xohlagan formada emassiz. O'sha hammasi teskarisiga ketgan, bir nochor holatga kelib qolgansiz. O'sha payti kechqurun soat 3 da telefoningizni tiklab o'tirganingizda hozirgi undan 10 yil oldingi holatingiz ko'zingiz oldiga keldi. O'zingiz rasmingizni ko'rib qoldingiz 10 yil oldingi holatingizni. O'sha holatga qaytib qolganingiz nima qilgan bo'lardingiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz o'ylab ko'ring-chi. Xudodan so'raysiz o'sha payti, ey Xudo, 10 yil orqaga qaytar meni. 10 yil orqaga qaytarsang, mana shu narsani to'g'rilardim degan narsa chizgi keladi-da. O'sha sizni Xudo qaytardi deb tasavvur qiling hozir. 10 yil orqaga qaytardi. Hozir nimani o'zgartirgan bo'ladi?